أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Babul Cenaizi Cenazelerinki babi, yani cenaze alakadar olan hüküm, talimat, namaz, defne kılış, mesela cenaze hazır olan, yani öleydige adam, sakrat çıpqavat kanda kılış, degenge alakadar olan nimedir bu, temidir, mevzudur deyildi. Bizim de el-ihtiyar li ta'lil muhtar degan, yani bu Hanifi mezhebiniki fiqhga asası yazılgan kitapni o'qiyotimiz. Bu kitap İslam dünyasida Hanifi mezhebiniki o'tirisidagi asas mo'tabar kitaplarning qatoridan. Bu kitapda yine Kur'an hadisga asoslanib, yani hadisdagi asos jug'lanmiz qilib, shunda ixcham qilib yozilgan bir kitap. Yani demek bu kitapni o'qidik, mush bo'yicha amal qildik degan gap Kur'an bilan hadisga amal qildik degan gap bo'ladi. Shuniki, yani uniki umum mazmuni jo'lab elib, sug'urib elib, bir yer yig'ib, uniki mazmunini qolaylashtirib qilgan bir kitap bu. Yani fiqh degan shu endi. Ondan keyin biz oldingi darsimizda namazga aloqador bo'lgan 5 vaqt namoz, nafl namoz, vitr namoz, tarovih namoz, sunnat namoz, uni musofir odam qanday o'qiydi, og'rib qolgan odam qanday o'qiydi, bayram namozi qanday o'qiydi, juma namozi qanday o'qiydi deganidek, men shu mazmundagi meni ta'limotlar, ya'ni hukmlar nima qildi, tugadi. Hozir endi yana bir namoz bor. U qavm o'lgan odamga o'qiladigan namoz. Mana İslam dünyasida har qanday bir mu'min, men musulmon degan odamga nisbatan u odam o'lib ketsa, uni apiribla ko'madigan ish yo'q. Uningki bir İslam dunyosidagi musulmonlarniki g'ayrimuslimniki o'tirish bo'lgan alohida bir farq, o'lgandan keyin nima qilish, unga namoz o'qish. Namoz o'qidik degan gapniki o'zi, o'lgan odamga biz duo qildik. Mana u odamniki gunohiniki afus uchun, u odamniki jannatga kirish uchun duo qildik. Hem o adamniki imanniki ustida, İslamniki ustida ketganlikka biz shohid bo'ldik degan gap. Namozniki asos maqsadi men mushu endi. Ondan keyin biz endi shunga aloqador bir bab keldik. Endi janoiz. Buni arabchada janoiz deydi. Janoiz degan gap endi asli jinozatun va janozatun deb ikki xil keladi. Jinozatun deb kelgan vaqtdagi o'zida bu yiliqi ülük, yani bir adam ölgəndən ki yiliqi ülük bədənniki üzün cinaze deydi. Yeni bir mənası var, cenaze deydiğən. Cenaze degen, aş ülükniki üzünü yiliqi taxtığı koyğanını, onu cimlik pətisi ilə cenazetun deydi. Yani taxta deyen gibi. Hem de bəzidə ikisini anlaştırıb, mındaqmı işletiğin iş var. Ondan onun için bu cenaiz yani gapniki özü, yani taxtaniki gap emas. Cinazetuniki cemisi olan cenaiz. Yani ülük adamga, ülüp ketgan adamga aloqador olan çetiklik. Yani o ülüp ketib qolgan adamning beshi boshda, yani o'ladigan vaqt qanday qilish, uniki qanday qilish, uniki qanday qilish, uniki namoz o'qish, namoz o'qishni qanday qilish. Men mushuga aloqador olan, men mush gapni qilamiz bu kitobda, mavzuda, temada deydi. Endi bu gapniki hammasi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki hedisiniki umumiy mazmundan yig'inchoqlab olgan nima o gap. Bu herkes yoki ma'lum hedisdan yoki Qur'ondan xoli bo'lgan bir gap yo'q bu yerda. Mushu gapniki hammasi Peygamber sallamniki rivoyat qilgan, ya'ni ma'nisi, labziz bo'lmasa ma'nisi shunga ilingan, jug'lab ilingan nima o gapda. Ya'ni demak, şu kitapniki yüzge amal qildik degan gapniki o'zi, biz nima qildik degan gap Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadisi bo'yicha amal qildik, sunnatga amal qildik degan gap bo'ladi. Unda o'g'il ekan hamda. Wa man ihtudira wujjiha ila al-qiblati ala shiqqihil ayman. Endi ülük adamga nisbatan ülüşniki oldi qanday bo'ladi? Ya'ni bir adamniki o'zi, mesela tabiiy afet ya kaza yoki qatnash vaqasi o'lgan bo'lsa, uchoqda tuyuqsiz o'lgan bo'ladi. Bu qismi ahvol.
Uçağda ölse, qandaq ölsə uçağda nima qılınmaydı yani. Ama normal ölgən vaxtında mesela onda bir afet ölmüge adamın yüzü %95%, 98% adam normal halatda öldü demdi. Ondan o ki biz şunun üstüdeki gapni qo'ydik. Ondan o ki bu adam ölüşlükке aldı bir belgiler oldu. Mesela ya kesel oldu, qeyriydi, mağamas oldu. Benim bağınca şu ölüşlükki yani bedenniki ma dünyada yaşaş. Mene hakkıniki yani vaxtıniki toşqanlığını bildirdiğin bir xil belgiler çok buludu. Mesela qeyrib ketdi, çeçi aqırıb ketdi, unutluq oldu, kesel oldu degandik. Yani bu ne buludu? Kesel o yılki ölüşlükki alı gap. Hem de kesel olup qalğan vaxtı özüdə hem o ölgənlikdeki nemisi oldu. Öləy degan vaxtı özüdə sekrat deyimiz. Sekrat yani hoşsuz degan gap Arapça. Yani öləy degan vaxtı özüdə bu adam aşındaq şu bedelleri aşı soğuk. Aşında bir nəsə olub hoşdan ketib işimin uxmay müştah bir alet oldu. Bu sekrat oldu. Bu sekrat vaxtı özüdə demdir adam. Bir adam ki şu adam muhtazar kılınsa. Yani o adam ne yaptı? Sekrat tutup gitti. Xar qılıp bir hoşuna ketip bir qalxmay. Yani aşında öyle diğer vaxtı üzde bolğan bolsa biz qandaq qılmız? Uca qalıp durmaymiz. Qıldığan nima var? Peyğəmbər degan hadisi var. Umum hadisi degan gap. Men şu adamniki yüzünü qibla tarafga yüzlendirimiz. Qibla tarafga yüzlendirip şu adamniki o'ng tarafga yatqızımız. Mene o'ngdan yatqızıp, mene o'ngdan yatıdı. Bu adamın yüzü qalbiga nima qiladi? Qaraydi. Endi o adam mo'min musulmon bo'lgandan keyin mena hayot vaqti o'zida 5 vaqt namoz o'qidi, boshqa namoz o'qigan vaqti o'zida davomli ne qaraydi? Qibla qaraydi. Qibla qaragan bo'lgandan keyin o'lishniki oldida bu adam ma dunyodan uzab, dunyoga boradigan vaqti o'zidami men nimaga qardim, men qiblaga qardim deganini uqtirish uchun bu odamni yana shu qibla tarafga nima qilamiz? Qartib qo'yamiz. Uçan o'zini bo'ldi deb qarab tursak bo'lmaydi. Mena hammamiz mush ishni qilishga mukallaf. Yani bu yer fakat ehli ilmiden ibaret olan adamını kılır, başka adam emas. Ma gapni deyishimiz hammamiz mush ish bo'lib qolgan vaqt o'zida ashta bir ishqa biz bo'lib qaptiq, yani shohid bo'lib qaptiq, tövbada bo'lib qaptiq. Uçağımızda muştaqçı qilamiz. Bu çok boludu. Endi yeni birisiga anladıkken şu öyle degan vaqtda qibla qaratdiqmi? Har qaratgandan keyin ham ba'zi ulamolar deydi, bunu da nima deydi? Yani qiblaga yüzü qaltıdı deydi mi? O'ngdan dedik. Yeni bazı ulamolar o'ngdansiga. Yani mundaq yatqizimiz, puti qalbiga qaraydi, ma beshini sal üstüne qilib, ma yüzünü qibla tarafga qaratib qo'ymasaydi. Bu qilganimiz sal ubdan deb qaraydi. Chunki men bu odamni yana o'ngdan yatgan vaqtdagi o'zida odamni chiqadigan jonniki o'zi bir qadar oson chiqadi. Ammo o'ngdan yatqizib qo'ysak-chi, har taqim jafo tortib, undaq bo'lgan ish. Şuna ulamolarimiz o'ngdansiga yatqizib, shu qiblaga taraf qaratish putma ham qibla taraf qaraydi. Chunki hayot vaqti o'zida butun a'zosi namoz o'qiyotda qiblaga nima qiladi? Qaraydi. Ondan oldin men mushunda qilamiz, bu eng yaxshi deb qaraydi. Nima qilamiz? Buni qildikmi? Buni qilgandan keyin anadagi qanday qilindi? Talqin qilinadi. Shu sakrat to'pqagan odamga shahodat kelimasini. Ya'ni shahodat kelimasiki o'zini nima qilamiz? Shu talqin qilamiz. Bu to'g'ri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi cho'ppa. Yani sizdeki adamlar öyle degan vaqt o'zida shahodat kelimini sil o'qish orqali sil ularga talqin qiladi. Ya'ni laqana yo'laqada deydi. Yani o adamni nima qilish? Quloqqa anglatib, o adamga yani o'rgitish. Yani biz shu sakrat chiqib qoladi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deb meni nima qilamiz? O'chaniga o'zidan men mushuni cho deymiz. Deyish, ülük adamniki öyle degan sakratki adam şu nimqavat o'zidan onlig'ida darajadaymiz. Degandan keyin adam quliq kirib turgandan keyin o adamniki biz degan gapni anglagandan keyin shuning bilan adamniki oxirgi hayoti nima bilan ketadi? Iymon bilan ketadi. Meni la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb shundaq og'zida anglab, quliqda anglab, og'zi shuni deydi, degani shu inshaalloh Allohning rahmati bilan shundaq qilib ketsa, rasmiy iymon bilan ketdi degan gap. Bu çağınızda bu adamdaki o dünyadaki işi yaxşı oldu degan gap. Şuna Peygamber sallamniki hedisida bir adamniki qandaq bo'lishi,
Yani bu adam dozaq olamdı, cennet olamdı. Şu adamın qandaq qilishi, şu adamniki o'la vaqtniki o'zida la ilaha illallah Muhammed Rasulullah deb shahodat kelimining ustiga ilish deydi. Uniki oldidagi ish nima, u hisob emas. Ba'zi odamlar deydi payg'ambar ash hayotida ash hech qanday eski ishni qilmay, ash ömür bo'yi shu yaxshi ishni qilib, oxiri shu sakratdagi mavtning o'zida iymonsiz ketib qoldi deydi. La ilahe illallah demeyle ölüp gidiyor deydi. Bazı adamlar var deydi, şundak eski işli kılıdı ama öyle vakti özüde Allah ona rahmet kılıp imanın üstüdeki edilen nemi var, iş var. Şunun için sıra dua kavakti özüde Allahümme ehsin akibeti. Allah meniki akibetimni, ne kadar menin akibetimni güzel kısla. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bilen kedidiğen, şehadet kelime bilen kedidiğen kısla dep dua kılınlar. Degan nima var, yedisi var. Yine Peygamber'deki innamal a'malu bil xavatim degan gap bor. Bir odamniki amilniki qanday bo'lishi, shu odamniki en oxirgi hayotiniki shu qilgan amiliga, ya'ni la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan ashning ustiga ketdimi, ketmadimi, men shuni bog'liq degan. Unda o'g'an ekan biz shuni bog'liq qilishni qanday qilishimiz kerak? Mushu dunyoda sakrat tushib kelishdan burun davomli Qur'oni Karim, hadis Rasululloh nima degan bo'lsa shuncha amal qiladigan, harom ishdan yonadigan, ya bo'lib bu yolg'onchilik. Mana aldash, mana u xalqni go'llash, mana u xalqniki o'zini saxtkorlik qilish. Mana mushundaq ishdan nima qilishimiz kerak? Saqlanishimiz kerak. Adam mushu yolg'onchilik mana bu mo'minning sifati emas. Bu kufrning sifati. Şuna Peygamberimiz ayette Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala münafıklarını kazip dedi. Yalgancılar dedi. Yalgancılık nifahındaki alameti. Bir adam Peygamberimiz yedisi var. Münafıkın alameti kanıtçı edilse İza hadese kezibe diyor. Yani bir adam yalgan gap kısa onu ne kıldı? Yalgan sözlep de kalsa yalgancılık kıldı deydi. O yalgan gap kılıştaki yüzü uyar imkan var. Batruhu bu adam ayada yalgan o yalıkı rast gap kılmay yalgan gap kıldı deydi. Bu yalgancılık degan bu Allah'ın aldığan boludu, yüzünü aldığan boludu, başka adamın kal bununki iğir günahı boludu. Bek iğir bu. Şu Peygamber yetisinden iman bilen yalgancılık bir yer kemmeydi dep var. Ama iman o adamniki yüzü bazıda oğurluk kalıdı, bazıda mesela hata işlik kalıdı. Ama iman ve adam yalgan gap kılmaydı deydi. Hem de biz Müslüman mümin durup bizdeki ahlakımız men muşu tarafta bek buzulup gitti. Her konuda bir işini kısak yalgancılık kılmasak bulmaydan adet kip kaldı. Bu ne için? Çünkü o adamniki akha işi hata. Hata oğaniki şununki şahsi menfaatini dep o adam rast gapni kılmay yalgan gapni kıldı. Qalap durup yüzünü aldaydın, karşıdaki adamni aldaydı bilmeydi dep o karşı gelgen murt demez işte bilmeydigan o onu bildi. Neyim deganligini yalgan işim yalgan birden okup kalıdı hem de. O ya bir yerde hazır devrinin üzerinde bulup telefon neymi var mı da deyip okup kalıdı. Onun başka etrafımızda bizdeki keçim gündüz ağrılmaydığı perişte var. Onun başka Allah'ı körüp durdu. Yani bizdeki muşunda imanımız tutsa ne için yalgan gap kılımız? Yani bu. Şunun için mene adam mene şu hayatındaki ahirlaşka vaktimizde mene ne kılışımız gerek? La ilahe illallah Muhammed Resulullah da beşide aşınca okupçu turuşumuz gerek. Okuşumuz turuş gerek. Hem de bunu okuduk, kalbi taraf karattık. Onundaki bu adam ülüp gitti. Ülüp gitkendeyken hem de kandak oldu. Mene ülüp gitkendeyken mate şeddu. Yani ülüp gitkendeyken ülünün etrafındaki insanlar tukkalayan nemesi o adamniki iki zangını ne kıldı? Sakalını çiğdi. Mene işlip ülge vakti ama işlip kaldı ağzına. İşlip kalgandayken ya biraz apırıp da bundan ne kılmaz? Tanımaz. Çünkü bu ülge vakti yüzde küzü içilip kırıp ağzımda behset oldu. Şunun için müminin dünyanın üzerine kiraylık edilen işte korkunçluk emez mi adet geçiş için kandak kılımız kandak appaklatı dolanmalar çiğip koyumuz bunu ağzına ve o ülühneki iç gözü jümdürümüz. Bunda kalmaydı bunda jümdür vaktimiz. Bunu kılımız. Bunun ile ülüşneki aldık işçi olmalı bu. İşte mi bu? Hoş. Hem de bu onu tanıdık, gözünü jümdürdük. Jümdürdüğünden hem de ne kılımız anladıkken depne kılımız deyimiz hem de. Jüyümüz deyimiz. Hem de depne kılışta hem de
bu adamniki özünü dəfni qilishqa aldirash mustahab. Yani ölgen hamanamla o adamni qilib qo'ymay darhollikqa qanday qilishimiz kerak? Uni apirib shu dəfni qilib uni shu ko'mib qo'yishimiz kerak. Shu bu to'g'ri nima bor? Payg'ambar hadisi bor. Agar sizlar o'lib qolgan bo'lsa, o'lik odam saqlab turmay, darhol u odamni apirib dəfni qo'ytinglar. Agar yaxshi bo'lgan bo'lsa, yaxshi jannatga erishsin. Agar yomon odam bo'lgan bo'lsa, uni gunohni dumbidan otib ishni qilib turmay, jab turmay, apirib qo'ytinglar. Sizniki yukunizda yengillansin degan mazmunda Payg'ambar hadisi bor. Unda o ekan amal bor. Buni shu vaqtda darhol dəfni qilish kerak. Ammo o adamniki masalan velisi var ülühniki. Ya ki u ya bir yerde cemaat kip kalıdı, ya ki olmaydı. Bazı bir sebeplerini cehdin eğer bir işki namaz ya ki üç vakit namazınki vakti gitip kalsın mı boludu. Amal ba, ben kandak vakti bulamdı onu derhal işte aldırıp çoğu kıvetiş çok gerek. Ama yukarı meşhur buna bir adam olsa cemaat cek geldiysek uçağın üzerinde velisiniki üzü. Yani ülühniki ilgilileri. Şu ruhsat kısa uçağın üzerinde buludu. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok kanat aldırıp dəfni çok işine kıkandı. Şimdi dəfni kılışta burun kanda kılımız andı. Mene öldü o adam gözünü yumduduk, zanlıqını tanıdık. Tanıgandıkken bizim birinci onu kıldığan işimiz dəfnilik işleri var. O dəfni kalan yüzümüz. Mene şu ülüp ketken adamın yüz vacip buludu. Vücubu kifayet tariqasıdır. Mene bu bizniki Müslümanlar bilen gayri Müslümanlıkı o'ttirisiga farq bu. Müslüman emas kafirlarning hammasi o'lgan adamni hech qanday jumaydi. Mayli Yahudi, mayli Hristiyan, qanday adam bo'lsa ham qilmaydi uni jumaydi. Biz mana bu adamni, bu insonni qandaki hayot vaqtining o'zidan shundoq hurmatlab, mana shu mana jo'ynab, mana tarati pokizlik shundoq so'ygan bo'lsa, o'lgandan keyin dunyoga olib qo'yishniki oldida nima qilamiz uni juymiz. Pokiz qilib. Şuna bu pokiz qilib juymiz. Qilamiz. Bu juyishniki o'zi nima vojib. Mana bu islom dinida vojib amallarniki qatorida ba'zi ulamolar farz degani bor. Endi bu yerda vojib kifoya deydi. Agar bir ma'noda bir odam o'lgan bo'lsa, shu ma'noda ikki odam uni egi chiqib uçağın üzerinde yuş işini, yük taraş işini kısa kağallar ne bulmaydı o, günahçı bulmaydı. Ama o məlede o adam ölgen bolsa, onun karta hiç kana bir adam jumay, tarmay, kar yok olsa hemmisi günahkar oldu. Yani bu vücubu kifaya degen çoğummuş. Onun için biz aşıda olup kalsak, uçan kanda kılmayız. Biz amal bak, kimnin vakti imkan bolsa onu yürüşümüz gerek. Adremde biz yaşavatkan yanımızda hemen yıllık devlet bir adam okunmay hemen uğraştım, naid, upda iş kalıqlık. Aslında İslami devlet olan bolsa müşrikçi, müştakıldığın kependi. Hem de o juyimiz, juyni qanday juyimiz hem de. Dese ve yücerredu lil gusli ve yudav ala saririn mucemmerin vitran deydi. Mene o adamni juyga vaqti özüde, mene o adamni yanlışlaymiz. Men ölgen vaqti kim bilen öldü ya, ölgen vaqti kimni hemen nima qilamiz? Saldırıp atamiz. Saldırıp men bu adamni mene vitir yani mücemmer, yani onuğa ipa, yani ettirdek, yani purak kılıngan bir nemi var, tahtı var. Tahtının üstüne koyumuz. Mene koygawa tahtı var hazırkımda, o hazır bir adı tahtımda o buludu. Bu tahtının yüzü mundaq koymayız. Onu ne kılımız, onu ettirde şundak ipar emberde geldik, onu purutup, şu puraknınki töpüsü koyumuz. Çünkü hürmetleyimiz. O puraknınki yüzü çünkü ayağı tutsa sesiye komuda buludu. Onun en yaxşısını kılış, ya pura kılış. Mene demek, İslam dinimiz adamniki üzerine hayat vakti qandaq hürmetlep, uluqlap qandak. Mene ülgen din kimmo aşılah nemi kılıdı o? Hürmetleydi. Mındaq demek o din. Mene İslam dinimiz şu muşun. Yani ölge vakti üzerinde ben, juğa vakti üzerinde tahtayınki üstüne tahtayını aşo, yani nemi kılgan tağ deydi de. Tağ aşındaq ettir, puraydıgan nesini kılış arkalık aşı ipar mesela emberdek. Men aşını purap ettirdik, nesini aşını çok kılımız. Bunda çok kılımız. Hem jugabatın yeni bir iş, yani yanlışlaydı o dedik, ama öğretini çok yapımız. Öğretin yapımız. Öğretin bilimiz var mı de, öğretin yapıp kağayar hemimiz uçuk yani yumuşak çok bulmaydı. Hem de
öğret yep bo'lgandan keyin qanday qilamiz? Mana u odamniki o'zi u o'lib ketgan odamga mana namoz uchun tarat olgandek tarat og'izmiz. Namozga tarat olsa qanday qiladi? Va qo'lni 3 qator yuvib, og'zini, burunni, yuzni bunda shu yutib. Shundoq tarat olamiz, lekin og'izi bilan burunni yumaymiz. Chunki o'lik odam teng bo'lgandan keyin, ya'ni nima qilsaqmi, lekin og'izi so'yilib chiqarolmaydi, buni so'p ichib qolmaydi. Men uni cho'q qilmaymiz. Men bu og'izi so'lgan, buni so'lgan onasi hamma nima mishtaq cho'q qilamiz. Endi yuydigan suvniki o'zini, ya'ni odat suv bilan yuvsak umi bo'ladi, lekin suvniki o'zini qanday qilamiz? Biz yuvishda badanniki o'zini kirini chiqarish. Kirini chiqarish bo'lgandan keyin, men u davrniki o'zida suvniki o'zini sidir yoki mushu nima va meni bu yerda ushnan deydi. Men shu narsani suvni aralashtirib, suv quyib, suv qaynatib, shu yerda meni sidir ushnan degan shu qaynatgan suv bilan u meyitni uchun unujimiz. Chunki bu sidir bilan ushnandagi o'zi uni qaynatsak, ona qaynatgan suvniki o'zi bedendeki kirin nima qildi ekan? İçtik alır ekan. Hem purak kirgizdi ekan, bunda çok qilamiz. Eğer tepinsa. Eğer tepsak, işte ushlan, shu nima, shu sidir degan Arab dunyosida bor. Shu onun yüzde bizim rayonlarımız bu qolsa, shuni tepib, shu yeymiz. Eğer bo'lmay tatib qolsa, pak suv bilan shu istep, mana shu odamniki nimiz qilmoqda, suv bilan nima qilsaqchi, yursaqchi bo'ladi deydi. Endi hozir mana biz banyo yoki muncha kirsak qanday qilamiz? Suv bilan yuvsak bo'ladi. Ammo hozir davrimizda suv bilan yuvsak badanimiz go'yo yumg'anda bo'lib qoladi. Shu nima ishlatamiz unaqa? Shampuan. Badan sopini deb ayrim sopin va undan boshqa ayrim sopini ishlatgan bo'lib ketdi. Nima uchun? Chunki aniya suv qo'shsak, bu suvniki o'zi nimani kirni bak oladi deb. Undan o'yladim, men o'lgan odamning ashtaq qilishimiz uchun kerak. Endi Müştak qilgan bo'ldik, suvni qaynatdik, ushlan bu sidir bilan. Unda qanday qilib boshla desa, mana u boshda u odamniki beshini yuymiz. Chunki bosh tarafini uni yuymiz. Va saqilni, saqil bo'lsa u odamniki, saqilni yuymiz. Nima qilsa xitmi degan narsa bilan tarimasdan. U saqalni yug'an vaqtida menda qo'yib keldi, ammo tag'in tarif emas. Xitmi degan bir narsa var. Xitmi degan narsaki o'zi, men bu orqali nima qilamiz uni va uni orqali shu beshini, chekini orqali yuymiz. Endi o'ng taraf yotqizdiqmi, o'ng taraf yotqizib bo'lgan mushtaq judoq. Endi bu uylikni endi bir qator sol taraf yotqizamiz. Endi sol tarafga o'ng tarafni yotqizgandan keyin sol tarafni yug'gandan keyin sol taraf yutib bo'ldigan o'ng tarafni yotqizamiz. Uni dekin o'ng taraf, sol taraf yotqizgandan keyin shuni bilan uni yuymiz bilan hattoki bo'lingan suvniki shu yiliqi o'likniki tahtiga yetdi degan qadar yuymiz badan. Ya'ni pak yuyib, suvniki o'zi tahti hech qanday bir oqsi suv tegmay malaka qilib qolgan yin bitar suv yetmadi degan darajachilik yetdi degan darajada yuymiz. Hozir obdan yuygani. Shundoq suv degan shunda nima qilib obdan yuydim. Anladın ki Mene o'ng taraf yuyini o'ng tarafni nima qilamda, sol tarafga yotqizgandan keyin o'ng tarafni juduqman, o'ng tarafni shuni juduqqan. Mene o'ng tarafni shunda jug'andan keyin, undan keyin o'ng tarafniki o'zini mene juduq, undan sol tarafga nima qilamiz, uni yotqizamiz. Sol tarafga yotqizgandan keyin sol tarafga yotqizsak o'ng tarafni yuymaymiz. Mene chiqqan aysak, mene o'ng taraf sol tarafga yotqizgan bo'ldik. Mene bu suv yetgan qadar yuydigan bo'ldik. Andan keyin o'ng tarafga o'ng taraf yotqizdik, o'ng taraf yotqizgandan bayan nima qilamiz? Suv yana yetgan qadar mush tarafni nima qilamiz? Juppa yuyamiz. Bunda yuymaymiz. Andan keyin jup bo'lgandan keyin mana u uylikning o'zini yotqizamiz. Nima o'ltig'izimiz? Yotdi endi. Men o'ltig'izib, juğa adam shunaqa o'ltig'izib bunda qilindi. Shuning bilan uniki qo'sig'ini silaymiz. Yani qo'saq dümbisini mustaqchu silaymiz. Eğer şu juğa vaqtning o'zida bu odamniki qo'sig'idan bir narsa chiqib ketibdi. Rostliga vaqtning o'zida oldi oqni bir narsa chiqib ketgan bo'lsa, o'chaniki o'zida uni uchun yuyamiz. U yani shu pokizatimiz. Ammo voy bu tarat g'usl qildirib yudusak, o'chanimizda oldi oqni bir narsa chiqib ketdi. Ammo bu olgan g'usli ya tarati buzib ketdi demaymiz.
Şunun bilan uni juvasaq bo'ldi, qaytadan yana juvishcho ketmaydi. Şunun bilan kifoya qiladi. Buni bilan anda jup bo'ldikmi? Jup bo'lgandan keyin u uylukniki o'zini, ya'ni shubbatim qilib qo'ymay, bir latta bilan etimiz. Lungan, masalan, havul degandek ashtar narsa akilib, mana jup bo'lgandan keyin pok etib, ashtaqchoq qilamiz. Endi hanut degan bir narsa bor, qilib bo'lgandan keyin, jup bo'lgandan keyin, men u odamning beshiga, saqiliga qo'yamiz. Mana hanut degan asha arabchada bu shunda bir yupurmoq bir narsa, noyati bek puruq ubdan uniki, uni qilamiz. Kapur uniki odamning saydi qilgan yeri qo'yamiz. Kapur deb bir benim var. Shu sal qattiq, yani uğudab nim qilgan gap, shuni bas saydi qilgan, peshonasiga, yuziga, ma qo'liga, mayagi cho'p putga, mashtaqchoq qilib qo'yamiz. Deydi. Mana bu jush ishi mushundan bo'ldi, tamam bo'ldi. Endi bizning rayollarimizda kapur bayat hanut degan bir narsa shu yo'q. Agar bu qolgan bo'lsa, pek yaxshi bo'ladi. Bo'lmay tatib qolsa, endi uni qilmasaqmicho bo'ladi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bandi mushtaq qilamiz deb. Endi biz nima qilib bo'ldik uni? Men uni biz jup bo'ldik. Jup bo'lgandan keyin andiki qada qilamiz endi et to'qamiz, yotqizdik, mushtaq cho'qqandan keyin andiki bu odamga kepallaymiz. Kim kiydirmiz? Meni kim kiydirib buçanın o'zida men 3 kiyim, 3 tane kiyimlik qilamiz kishiga. Bu oq 3 kiyimki u nimqoyin purg'an, mujammal. Yani o kiyimniki o'zi purab, attir puraq shaklda olgan, ashuna bir kiyimni olamizki, oppoq bo'lsin. O kiyimning o'zi ishdan, ya'ni taxti tarafga, endi birisi qamis, ustun tarafga bir, osti tarafga bir, ikki parcha oldimi? Buni çok yegaymiz. Yana lipap deydi. Lipap degan umumiylik başdan tatib hammaning qilgan, men 3 xil kiyim, 3 kiyim ayakishlik qilamiz. Mana bu nima deymiz buni? Kepani sunnat. Bu sunnatga loyiq kepallash deymiz. Ayakishning qavaqti 3 tane latta bilan. Birisi rizo, men to'pi, yana birisi past tarafi, onik umum hammaning oppoq latlan biraqlan 5ni tatib 5 tachoq qilamiz. Men bu sunnatga loyiq. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedisi degan sunnatga loyiq bo'lganimiz kepallagancha bo'lamiz. Endi bu 3 ta kiyim qanday qilamiz deydi endi. Men 3 ta kiyimniki o'zi bundaq bo'ladi. Oldi bilan biz nimani qilamiz? Lipap, ya'ni yelaqil yo'g'on lattincho yaymiz. Uni dekin ishtanicho yaymiz. Ishtama to'p tarafniki kelgan. Uni dekin nimani qo'yamiz? Ondaki ko'ylak tarafga to'pida qo'ygancha yeyib, uni to'piga andoq qilamiz. Va bu yilqi endi bu yerda ko'ylak degani bu shu murisidan shu qadamkashlik bo'ladi ekan. Buni qo'yamiz. Ko'ylak degani shu. Mana yilqi lipap. Andaki ishtanni qo'yamiz. Ishtan degan, izar degan, shu yilqi mat cho'qqisida shu qadamkashlik bo'lgan. İzar oldu. İşten degan asli bizning mayat bo'ldi, amma unday emas ekan. Bu mushadin tatmisha qo'yilgan bo'ladi ekan. Ondan keyin bu uylikni shunuga men sol tarafdan nima qilib yo'gaymiz. Odat bor. Biz sol tarafdan yo'gab bunday qilamiz. Ondan keyin o'ng tarafdan opirib bunday yo'tkaymiz. Agar u odamni ham kepalliga vaqt o'zida bir izar bilan bir yo'g'on lattiniki o'zida shu yilqi yo'g'on yilqi kirlikdak bunda bir ikki narsadan kepallisam unuturuz. Ama en yaxshi nima 3 xil kiyimchoq qilish. Endi bir qatan bir latta bilan kepallash bu durust emas. Agar undan boshqa kiyim yo'q bo'lsa, o'chaningizda bir kiyim bilan qilsaqchi u bo'ladi. Ama o bir kiyim bilan qolgan kiyimni bor ekan, ham tapqil bo'lar ekan, izor, qamis, shunaqa lipap degan, shu lipap degan yo'rginadigan degan narsaniki o'zi topiladi ekan, o'chaningizda o'chib bo'lmaydi. Endi shuning bilan endi kepanning o'zini, agar kepalamada qolgan o'zida biz uni nima qildik ekan, bu ichilib ketdi deb qo'rqib qolsak, o'chan nima qilamiz uni chigimiz. Kepanni nima qilamiz uni chigimiz. Chigib hozir kunda shunday chigib qo'ydi atrofini. Shunday chigimiz. Endi kepallashda bu alohida bir nima yo'q. Shu kepallash faqat hayot vaqti o'zida u odam nimani kelgan bo'lsa, shuni nima qilamiz uni kepallaymiz. Shuning uchun kepallaymiz. Uni boshqa narsa kepallash kuchi bo'lmaydi endi. Endi ayol kishi desa, ayol kishi kepallashning o'zi yana yuqorqi, ashta 3 kiyim bilan bo'ladi. Lekin
ayolga nisbatan 2 xil narsani, 5 xil narsa bo'ladi. 2 narsa ushib qilamiz. Erkakdan boshqa erkak qilgan. Yani birisi lechak, ya'ni yog'liq, beshga yog'liq chegimiz. Endi birisi anidikin, ayollarning ko'ksini chegadigan bir latta bor. Mana bu 2 narsani ziyoda qilib qo'yamiz. Unda o'ganikin ayolga bir qamis, izar, lipap, undan ximar, undan nima bir latta. Mana shu 5 xil narsa bilan nima qilamiz? Kepallaymiz. Bu sünnetga loyiq çok bo'ldi. Agar ayolga kelgan vaqt o'zida u 5 xil narsa tepilmabdi. 5 xil tepilmag'ansa va ishki kiyim bir ximar bilan bo'lsa-ma, o'tirdi yiliqi lattaniki chigib qo'ygan lattin o'zi bo'lmasin çok bo'ladi. Hamda ayol kishiniki chechini yurib, mana o ayolni ikki parcha qilib ikki yurib, o'chani o'zida bak ko'ksi qilib qo'ydi ekanmiz. Uzun bo'ladi, asli bu ayolniki asli chechi uzun bo'ladi. Hozirgi davrda mudoq qilib qo'ygan chachu yo'q. Unda bo'lmaydi. Buni davr neydi bo'lsin? Bizning kichik vaqtimizda bizning opamizning chechimi shunday cho'ng o'g'achanim ikki taraf bunda yurdim. Tushdi. Endi o'lgandan keyin shu ayolniki chechini juduq ya, jo'g'andan keyin ashta yurib, buni opirmida yurib qo'yib, aniki ikki tarafiga bu ko'ksiniki oldig'i mishda ikki taraf cho'q qilib qo'yamiz. Mana bu cho'q bo'ladi. Mana o'chan o'zi ko'ksining ustiga qo'ygandan keyin mana bu ko'ynigining ustiga cho'ng yögeydiğen lattı var mı? Yani kirlikten. Onunki arsı koyup koymuş. Onunki arsı kandiken lattaniki hemmisi keçidin tatip hemmini kıldı yapkan buldu. Ben bunda çok kalemiz değil. Ben muşunda kısak mene bu cenaze boğan kişiler ayal olsun ben muşu şekilde jup tarap muşundaq öleydiği vaxtda işini qilgan bolsaq, meni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemniki aş degan yetisiga uygun bir şekilde qilgan bo'lamiz. Endi biz endi bunda ish shu bo'lmaydi degan olmaydi. Bo'lmaydi degan olmagandan keyin davomli shu ahkamni, shu ta'limotni bilishimiz çok kerak. Men hayotda jiq ishlar çok bo'ladi. U bilmabdiman, uqmabman desak-chu, u çok bo'lmaydi. Ve ahir da'vana enelhamdu lillahi rabbil alamin.